Hammaga salom do'stlar. Meni ismim Randon. Xo'sh, sizlar bilan men yangi uy oldim. Mana mening o'yinchoq mushukcham. Ko'rib turibsizlar va mening notebookim, naushnik va har xil o'zimning asboblarim. Mana ko'rib turibsizlar. Har xil pardalar qo'ydirdim. Mana zamonaviy qishloq bu. Sizlarga mana aytib o'tsam. Xo'sh, bu yerga e'tibor bermanglar. Nima borligini videoning oxirida sizlarga aytaman. Mana ko'rib turibsizlar, bizni ularning kimligini aytsam do'stlar, sizlar qo'rqib ketasizlar. Ular bizning yonimizga kelyapti. Sekin yurib ketamiz. O'tirib borish kerak do'stlar. Bular juda yomon odam. O'tib oldim do'stlar. Mana skladga ham keldim. Skladga hali hech narsa kelgani yo'q. Hali hech narsa yo'q, lekin mana bu yerdan nimadirni qo'yib ketishgan. Mana skladda mana shu bor. Boshqa hech narsa yo'q. Skladda mana shuni olib men mana buni uyni tepasini yopib berishim kerak edi shuni. Jinursin. Shunaqa narsalarni vobshem yoqtirmayman do'stlar. Jinursin. Salom Randon. Salom qishloqi. Do'stlar, buni qishloq deb uzr sizlarga aytganim uchun. Buni ismi Grace. O'zicha odamlar meni Grace deb nomlashadi. Shuning uchun men ham Grace deb aytaman. Hozir buni bunaqasiga olaman bo'ldi. Mana. Va yuguramiz do'stlarim, yuguramiz. Salom Randon. Salom qishloqi. Buni esa asli qishloq. Xo'sh, mana buni olaylik. Uni ololmadim, keyin hozir chiqib olarman. Hozir mana. Yaxshi hozircha. Uyga undan necha baho berasizlar? Bu uyda bitta ko'zi ko'r shunday bir yigitcha yashaydi. Mana derazasi sinib ketgan uyni ahvoli yomon. Xo'p, mana buni olay. Tushunarsan. Mana shunaqalar yoqmaydi do'stlar. Xo'p, bo'ldi. Mana endi bularni tashlab yuboramiz. Xo'sh, mana oxiriga ham yetib keldik do'stlarim. Bu tomoniga qilmaganim ma'qul deb o'ylayman. Mana bunaqasiga qilib yopib qo'yamiz. Mana ajoyib. Xo'p. Skladga ertaga shu narsalar kelishi kerak. Bu narsalar yetib bermaylar. Ba'zidagi narsalarga. Uy, to'sh degan. Uyimga shundagina kirib ketdi. Yaxshi. Shundagina yaxshi do'stlar. Sizlar videoni kuzatib boringlar. Kech bo'lgandan keyin sizlar bilan bitta ish qilamiz. Do'stlar, mana kech ham tushdi. Ana endi bo'ynak ishimizni boshlaymiz hozir. Men sizlarga undagi hamma narsalarni, ma'lumotlarni bildim. Ana endi sizlar bilan bitta ish qilamiz. Uzr do'stlar, men ularni o'ldirishim kerak. Nima uchun deganda, bir oy oldin ular meni do'stim aynan Darrenni o'ldirib ketishgan. Darren va Bertni o'ldirib ketishgan. Shunaqa og'ir o'tganki, men bu ishlarni jazosiz qo'yib kelmaydi. Va shuning uchun ularni jahannamga yuboraman. Qilmishing uchun hamma javob berasan. Tushunarlar. Mana bu yerda ham oshkor aytish vaqti keldi.
Mana ko'ringlar, Drabovik, hatto M24, hatto 416, M416 hammasi bor. Lekin men bularni bittasini olaman. Aynan Drabobikni olaman. Jazosiz hech kim qo'ymaydi. Voy, telefon jiringyapti. Tushunmadim. Alo? Sen o'zlaringni eshitdim. Randon. Kechgacha o'zim deyaver. Uchun o'ldir. Tushunursan, iflos. Men sizlarga aytdim, o'sha iflos qildi hamma ishni. Menga o'tib mana bu itlar. Mana yarmini ketdi. Va ana bu ifloslarning quroli. Men uydan svet olib kelishim kerak. Aynan chiroq. Jursin, ketdik. Men hozir. Oy bolakay, nimaga kechda yuribsan? Mening ismim bolakay emas, Randon. Va Jursin. Masinga iflos. Iflos. Meni qo'rqlayapti. Bo'lmani ovoz edi. Jursin. Manzara ovozi chiqdi do'stlar. Orqadan keldi. Asta sekinlik bilan mana bu tomonga to'g'ri. Ko'rishmayapti. O'tirib olamiz. Kimdir o'ldi. Men bilan o'ynashmadiganim senda. Kun ochilyapti, Jursin. Telefonim jiringyapti. Alo. Randon, men seni ko'rdim. Birga bir jang qilmaymizmi? Jang bo'lsa jang. Jursin. Tuzoqmidi bu? Menga tuzoq yutmaydi baribir. Ma. Turib. Shu bilan Randon qocha boshladi. Server yo'qolganini hech kim bilmas edi va uni militsiyalar qidiruvga berdi.